Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzu yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni oldini olish. Ya'ni har bitta mahallada ana shu inspektorlar, mahalla raislari, yoshlar, hokim yordamchisi deymizmi? Keng qamrov yoshlarni qamrab olib ana shu ya'ni aktivniy zallar bor, maktabniki yoshi ilm dargohlarniki o'sha joyga hamma yoshlarni, uyushmagan yoshlarni yig'ib, har bitta yoshlarni yig'ib, xullas bitta ham qolib ketmasin. O'sha joyda bir dastur ishlab chiqib, monitorda kerak bo'lsa, ana shu jinoyatga jazo muqarrar, vatanni sevmoq iymondan, vatan ostonadan boshlanadi. Shular to'g'risida kengroq tushuncha berib, ruhiy davolash kerak. Ruhiy, psixologik insonga ozuqa berish kerak. O'shani dasturini ishlab chiqib, shunaqa harakat qilish vaqti davno kelgan, lekin hozir mana yana kerak bo'lyapti. O'shani juda bir keng qamrab butun O'zbekiston bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jinoyatchiliklar, vahshiyona jinoyatchiliklar ko'payib bormoqda. Voyaga yetmagan bolalar bir voyaga yetmaganni o'ldirib ketgan, maktabning oldida pichoqlab ketgan, do'pposlab. Voyaga yetmagan bolalar voyaga yetmagan bolani poyez yo'liga o'ldirib tashlab ketdi. Bu qanaqa ish bu endi? Buni shu joyda ham mahalla inspektorlari, uchastkovoylar bo'lgan, ana shu hokim yordamchisi yoshlar bo'yicha bo'lgan. Bu yerda ish tartibli ketmaganligi. Ya'ni kun o'tsinga emas, yurakdan ishlar. Vatanni sevmoq iymondan. Vatan ostonadan boshlanadi. Ham dunyoviy, ham diniy vatanni himoya qilish kerak, tinchlikni hamma saqlash kerak, hamma mas'ul. Bu keng fikr yuritishda yoshlarga ya'ni ruhiyatiga sog'lom fikr singdirish kerak. Arzimagan narsadan bir-birini o'ldirib yorib, seni qarab tur, hali vaziyat kutib yuradigan, poylab yuradigan orqasidan unaqa hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsalaring ana shu o'zidan bir narsalarni yasab olganlar, o'shalarga ketyapti bolalar qarab. Hayot asli unday emas. Jinoyatga jazo muqarrar. O'sha narsalarni tushuntirib borish kerak. Keng qamrov qilib, yoshlarni yig'ib, aktivniy zaliga yig'ib, monitorda ko'rsatib, mana jinoyat, mana jazosini o'tayapti. Aytdagi qiyinchiliklarni javob berishni, qiyinchiliklarni keng qamrov tushuntirib borish kerak. Jigarlar, salomat bo'linglar.